Assalomu alaykum mahalladoshlar, iymondoshlar. 2025-yil 2-may juma. Barcha mo'min musulmon aka-uka opa-singillarimizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan Marg'iloniy jome masjidi. Mana shu masjidimizda mana tahoratxonamiz mavjud. Alhamdulillah, tahoratxonamiz juda shinam, yaxshi sharoitlari. Shu tahoratxonamizda yana bir savobli amal bor. Xohlagan insonlar uchun mana sochiqlarimiz, yuz qo'l sochiqlarimiz mana bu oyoq uchun maxsus, mana yuzlar uchun, qo'llar uchun sochiqlarimiz. Bu sochiqlarimizga 3 yil to'rilib ketdi. Ancha oxir to'kilib qopti. Hozir mana yuvamiz, juma kuni yuviladi. Hozir yuvilganini qo'yamiz. Bu ham yuvilgan bo'lgan bilan juda oxir to'kilib ketgan. Xohlagan insonlar bo'lsa, mana shu tahoratxonamizga xo'sh 100 qo'l uchun 20 dona oqmi, mana pushti rangni olsa, xo'sh oyoq uchun mana bordovoy svetda bo'ladi, qizil, ko'k yoki malla. Oyoq uchun 20 dona olsa, juda savobli amal bo'ladi. Xohlagan insonlar bo'lsa, marhamat, mana savobli amal. 20 dona 100 qo'l uchun, 20 dona oyoq uchun. Endi har juma yuviladi, yuvilgan bilan ancha oxirlar to'kilib ketibdi. Hozir buni yuvishga mana avtomat kir mashinaga tashlaymiz. Mana shampun, soda bor. Ana shunday do'stlar, xohlagan insonlar bo'lsa, mana masjidimizda karta raqami mavjud. Shuni ko'rsatamiz videomiz davomida. Hozir eskisini olib, shu yuvilganini qo'ydik. Taxlab shu yerdan olib foydalanib, mana bu yerga ilinib qo'yiladi. Mana eskisini alohida yuvamiz. 100 qo'lligini alohida solib qo'ydim. Oyoqnikini alohida yuvaman har doim. Mana shampunlar, sodalarni solib ishlatib qo'yamiz. Ana shunday do'stlar, har juma kuni yuviladi. Baribir eskirib qolgan ancha oxir to'kilib, shuni yangilashimiz kerak. Xohlagan insonlar bo'lsa, mana hozir karta raqamimizni ko'rsatamiz. Mana do'stlar, darvozamizga mana shu masjidimizning nomi va karta raqamlari yozilgan. Mana Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Mana karta raqamimiz mavjud. Niyat qilgan insonlar bo'lsa, mana shu karta raqamimizga imkoniyat qadar mablag' o'tkazishi mumkin. Karta raqamimiz 5614 6820 0071 45 45. Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li. Murojaat uchun telefon raqam 93lik 323 0081. Ana shunday do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.